ishing yurib turganda, oshig'ing olcha bo'lib turgan paytda, cho'ntagingda puling, tayinda moshina bo'lib turgan paytda hamma ham do'st. Lekin piyoda qolganingda, ishdan bo'shab, oyliging kamayib ketib, yo bir puling kamayib ketganda, o'shanda atrofingda qoladigan do'stlar haqiqiy nima bo'lar ekan? Do'st bo'lar ekan, haqiqiy. Lekin azizlar, unaqa do'stlar 10 talab, 50 talab, 100 talab bo'lmaydi. Shu bitta topasiz, ko'pi bilan 2 ta, 3 ta topasiz. Unaqa haqiqiy do'stlar ko'p bo'lmaydi. Unaqa haqiqiy har qanaqangi holatda yoningizda turib beradigan do'stlar ko'p bo'lmaydi. Bitta topa olsangiz ham baxtlaringiz. Bitta haqiqiy do'st topa olsangiz ham o'sha 100 ta push yong'oqdan yaxshi o'sha. 100 ta til yog'lamachidan yaxshi o'sha. San zo'rsan, palonsan, pistonsan deb atrofingizda til yog'lamachilik qilib yurgan soxta do'stlardan 1000 tasidan o'sha bitta haqiqiysi yaxshi bo'ladi.